Hammaga assalomu alaykum. Bugun qo'limda obzorda OnCloud 6 waterproof, ya'ni sovutqizmas versiyasi bo'ladi. U qanaqa ko'rinishda keladi, korobkasi hamda oyoq kiyim haqida sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman va boshdan aytaman, ushbu cross 2025-yildagi bestseller crosslardan biri, juda ko'p sotilgan va juda ham bir praktichniy bo'lgan oyoq kiyim. Korobkamiz oddiy o'nni korobkasi bilan bir xil va buni ochganimizda o'nni krossovkamiz mana bunaqa logotip kumush rangda tushirilgan qog'ozga o'ralgan bo'ladi va krossovkalarimizni chiqarib olamiz. Qo'shimcha ip xursand qiladi doim va ikkinchi poyani ham chiqarib korobkamizni bir chetga qo'yib qo'yamiz. Hop, krossovkamiz aytilganidek Cloud 5 dan kelgan, mana Cloud 6 da ham va sovutqizmasda ham qo'shimcha ip bilan jihozlangan va juda ham bir chiroyli ko'rinishda, xuddi iPhone'larga o'xshab takoy akkuratni ko'rinishda ushbu iplarni korobkaning ichidan chiqarib olsanglar bo'ladi va bu ipning yaxshi tarafi podyomli okalarga, ya'ni ushbu o'ziga biriktirilgan ipi rezinkali bo'ladi va mana bu yerda podyomni uradi. Sizni podyomingiz balandroq bo'lsa, ushbu rezinkali ipni chiqarib tashlab, mana bu oddiy ipni pastlarigacha bemalol o'tkazib, bemalol podyomini ko'tarib kiyib yursangiz bo'ladi. O'shanga ko'proq mo'ljallangan bu narsa. Krossovkamizni podyomini ushlab turuvchi o'ziga xos mana bunaqa o'ng tarafdan maxsus ishlab chiqarilgan kartonli bor va bu doim bo'g'irmaydi, tan olish kerak. Lekin hozirgi raspakovkamda bor ekan, bu xursand qiladi. Endi esa asosiysi krossovkamizning o'zi. Krossovka juda ham bir chiroyli ko'rinishda ishlab chiqarilgan, o'shaning uchun ham bestseller bo'lyapti. Уже Cloud 5, Cloud 6 lar eng zo'r sotilgan, oyoqda juda ham chiroyli turadigan krossovka bo'lgan. Shaxsan o'zim ham hozir OnCloud 5 ni kiyib obzor qilaman ushbu crossni va onni logotipi. Ko'ringlar, mana tepadan ko'rsatib obzor qilaman. Onni logotipi katta qilib tushirilgan, waterproof yozuvi. Oddiysida bu yozuv yo'q va Shvetsariyaning bayrog'i o'z o'rnida va yozuvlar, hop, qovurg'alar rezinadan va oldi udar tegargan qismi ham rezinadan tashkil topgan va onni logotipi ich tarafida ham shunaqa qisman rezinali qovurg'alar. Ich tarafda ham katta onni logotipi, orqa taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Poloska va onni logotipi kumush rangda va kumush poloska. Hop, ichida bo'lsa, onni logotipi hamda Cloud yoki waterproof yozuvi. Tegi ham, mana tegidan ham ajratsanglar bo'ladi. Bitta yaxshi tarafi mana bu logotip hamda speedboard yozuvlari ko'rinayotgan bo'lsa, bunda yaltillayapti, ya'ni mat emas. Padelkada bo'lsa, bu mat ko'rinishda bo'ladi. O'shandan ham sразу kiymasdan o'sha ajratib olsanglar bo'ladi padelkaning originaldan. Oyoq kiyim juda ham qulay va poloklassika deymiz bizning tilda. Sportiv kiyimlarga ham tushadi yoki klassik kiyimlarga ham tushadi. Mana bu qora rasvetkasi juda nima deydi? Eng ko'p sotiladigan rasvetka hisoblanadi va buni ustiga suv quyilsa, rostdan ham suv tashqariga turtilib, pastlarga tushib ketadi va ichkariga umuman suvni o'tkazmaydi. Oyoq kiyimni Germaniyadagi, Yevropadagi narxi 180 yoki 200 yevro shu oralig'ida yuradi va dollarda примерно 200 dollarlarga yoki 250 dollarlarga aylanadi. 250 dollargacha olsanglar yaxshi. Agar qo'lingizga shu narxga yetib borsa, yaxshi narxga olgan bo'lasizlar. Ushbu rezinkali tili kiyishga juda ham yordam beradi. Mana qaranglar, qanaqa keng. Ya'ni o'sha noski sifat krossovkaga yaqin rezinali ip bo'lgani uchun, o'shaning uchun bemalol oyog'ingizga kirib ketadi. Boshida ozgina qiynalasiz, lekin oyog'ingizlarni qolipiga tushganidan keyin o'sha oyoq kiyimga bemalol kirib chiqasizlar. Общий xulosam, o'sha narxiga arzirgan oyoq kiyim 180 yoki 200 yevro edi. Narxi aniq esimda yo'q, lekin 200 dan 250 dollargacha olsangiz, o'sha yaxshi narx bu oyoq kiyimga, ya'ni O'zbekistonga qo'lingizga yetib borishi bilan. Chunki shu narxga arzirgan oyoq kiyim, materiallari ham komfortli, ya'ni ich tarafidan ham, tashqi tarafdan ham sizni oyog'ingizga moslashib oladi. Ba'zi bir kilometrlardan keyin, ma'lum bir kilometrlardan keyin. Ko'rinishi ham ko'chada juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Ushbu crossni xarid qilganmisiz va ushbu cross haqidagi o'zingizni xulosangiz yoki boshdan o'tkazilgan kechinmalaringizni yozib yuborsangiz, albatta kommentariyada xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.